Bilasizmi, dunyodagi eng shirin taom bu onamiz tayyorlagan taomdir. Qizlik paytimda shu ugra, ya'ni lapsha xamirini onamdan o'rgangan edim. Shu paytgacha uyda farzandlarimga ham o'zim tayyorlab berishga harakat qilaman. Bugun esa retsept bilan bo'lishmoqchiman. Uyda mehr bilan tayyorlangani baribir boshqacha. Xamirga solinadigan masalliqlarni aniq proporsiyasini opisaniyada yozib qoldiraman. Xamir qorilganda shunaqa qattiq bo'lishi kerak. Tayyor xamirni yarim soat tindirib, ikkiga bo'lib, yana yarim soat tindiramiz va qo'limiz bilan ochib, yengil harakatlar bilan yoyib olamiz. Iloji boricha xamirni yupqa yoyamiz. Yoyilgan xamir ustidan ozroq un sepib, lentalarni kesib olamiz. Lentalar ustma-ust taxlanganda yopishib qolmasligi uchun un sepiladi. Oxirida esa ortiqchasini qoqib tashlaymiz. Pichog'imizni yaxshilab chaqlab olib, ugra xamirini ingichka qilib to'g'rab olamiz. Bir-biridan shunaqa ajratib, tayyor to'g'ralgan xamirimizni patnisga yoyib, bir sutka quritamiz. Bir sutkada ugra xamirlarimiz ham tayyor bo'ldi. Endi istagan paytingizda bulyonlarga solib, maza qilib ichib olishingiz mumkin. Albatta tayyorlab ko'ring. Hayotgancha siz ham mehringizni ayamasdan bitta yurechani bosib keting.